2025 yilning 23-oktyabrida Milliy TV kanalida Mashhur ovsinlar serialining 24-qismi namoyish etiladi. Ushbu epizod ayniqsa hayajonli bo'lishi kutilmoqda, chunki voqealar keskinlashadi, qahramonlar yangi sinovlar bilan yuzlashadi va ularning haqiqiy xarakteri ochib beriladi. Har bir qismda ssenariy mualliflari tomoshabinni qiziqishda ushlab turadi, kutilmagan burilishlar va dramatik vaziyatlar bilan har bir qahramonga hamdardlik tuyg'usini uyg'otadi. Ovsinlarning asosiy kuchi qahramonlarning chuqurligi va jonliligi. Har bir harakat va his-tuyg'u tabiiy ko'rinadi, tomoshabinni voqelikka yaqinlashtiradi. 24-qismda e'tibor asosiy syujet chiziqlariga qaratilgan, o'tgan voqealarning sirlarini ochadi va intriganing kuchayishiga olib keladi. Serialni boshidan oxirigacha qiziq bilan tomosha qilishga undaydi. Aktyorlarning o'yinlari ayniqsa ta'sirli, ular organik va hissiyotga boy, bu esa serialni chinakam jonli qiladi. Shuningdek, sahna bezaklari va atmosferani alohida e'tirof etish kerak, ular tomoshabinni to'liq ovsinlar olamiga chorlaydi. Ushbu epizod hikoyaning davomiyligini mukammal qo'llab-quvvatlaydi va keyingi qismlarga qiziqishni oshiradi.